Men mana shu klinikaga og'ir holatda kelgandim. Mana shu yerda yotib davo topdim. Men xursandman nihoyatda. O'zimga kelib qoldim. Doktorlarga hammasiga rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Adamiz juda og'ir ahvolda keluvdilar. Men bilan yonida mana 15 kun yotgan bo'lsak, 15 kun yonida yotdim. Bu kompleks medga kattakon rahmat. Doktorlarga ham, hamshira qizlarimizga, oshpazlarimizga ham, shu yerda mehnat qilayotgan hamma jamoaga katta rahmatli aytamiz. Minnatdorchilik bildiramiz. Adamimizning ahvollari juda og'ir edi. Sahrni diabet, davleniya bilan keluvdik, boshlari og'riyotgandilar. Yo, alhamdulillah, mana 15 kunning ichida oyoqqa turg'izib, yaxshi qilib yubordilar. Muqaddas Tashpo'latovga ming rahmat. Rahmat. Rosa o'ta malakali vrachimiz ekanlar. Har tomonlama ham muomala bilan ham doktor anaqasi bilan davoladilar. Rahmat. Iloyim ishlariga omad tilaymiz. Bundan ham ziyoda bo'lsin. Kollektivlarga ham katta rahmat. Rosa hamjihatga hammasi. Havasim keldi o'zimga. Xuddi sanatoriyada yotgandek bo'ldim-da. Bu yerda davolanmadim, sanatoriyada lecheniya olgandek bo'ldik. Rahmat. Bundan ham rivojlansin ishinglar. Omadinglarni bersin hammanglar. Hammanglarga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Men bu yerga keladiganlarga tavsiya qilaman, kelishsin. Rosa yaxshi joy ekan, yaxshi lecheniya qilishyapti. Mana aytayapman, og'ir ahvolda keldilar, mana shunaqa yaxshi qilib berdilar, oyoqqa turg'izib berdilar. Kelishinglarni nasihat qilaman. Yaxshi kompleks med gap yo'q ekan, zo'r nima deydi, klinika ekan. Hammaligiga rahmat.